Hazreti İsa şagirdlarga boşaşmasdan hamisha duo qilib turish kerakligi to'g'risida yana bir tamsil so'zlab berdi. Ma'lum shaharda bir qozi bor ekan. U Xudodanmi qo'rqmaydi ekan. Odamlarni hurmat qilmaydi ekan. Shu shahardagi bir tul ayol hamisha uning oldiga berib, birsi menga uvol qildi. Siz odil hukm chiqarib, menga atidorchilik qilsangiz, deb talab qildi. Lekin qozi bu ishni bak kaniga so'raveribdi. Biroq keyin ichida men Xudodan qo'rqmayman. Odamlarni hurmat qilmayman. Lekin bu tul ayol doim ishigim oldindan ketmay meni zehtirvatdi. Uningdan qutulish uchun hal dardini anglab, dardiga yetkinim tuzib o'xshaydi, deb o'ylabdi. Rabbimiz İsa tamsilni tushuntirib mundaq dedi. Bu adolatsiz qozining so'zlaridan savoq ininglar. Bir adolatsiz qozi shundaq qilgan yerda Xudo o'zidan kech-kunduz yordam tilagan bandalarining dardiga yetmasmi? Ularga qildigan shafoatini kechiktirarmi? Yo'q. Aksicha, Xudo jazman tezdan ularning holiga yetidi. Darvaqa, inson o'g'li osmondan qaytib kelganda yer yuzidan o'ziga ishonadiganlarni topa oladimi? Hazreti İsa o'zlarini adolatchi davilib, boshqalarni ko'zga ilmaydigan kishilarga qaratib, yana bir tamsil etdi. İki kishi duo qilish uchun markaziy ibodatxonaga beribdi. Ularning biri Parisi, yana biri boshgir ekan. Parisi xalqning oldi o'rtirib, mag'rurona holda: "Ey Xudo, mening boshqalardek aldamchi, gunohkor, zinaxo'rlardan bo'lib qolmaganimga, bo'libmi bu boshgirga o'xshamanimga shukr. Men har haftada 2 kun ro'za tutaman va butun ish haqimning 10dan 1 ulushini Xudo yo'lida sadaqa qilaman", deb duo qildi. Biroq elki boshgir boshqalardan yeri holda ibodatxonaning bir bulungda turib, beshini ko'tarib osmonga qarashqimi jur'at qila olmay, mayishlangan holda maydisiga urib: "Ey Xudoyim, men gunohkor, menga rahim qilg'aysan", debdi. Anglab qo'yinglarki, Xudoning nazarida bu ikkilandin elqi parisi emas, balki boshgir kechirimga erishib uyga qaytibdi. Chunki Xudo o'zini ustun tutganni tövan qiladi, o'zini tövan tutganni ustun qiladi.